Причина? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Niki bular? Voy bala. To'xtarib qo'lini sindirishga harakat qilaman. Salom no'mradilar, assalomu alaykum xomon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan demak kechagi ajoyib serialni davomini kuzatishda davom etamiz. Kecha men sizlarga xabar bergandim, Odilxon va To'xtarni o'rtasida janjal yuz berdi. Ular ko'rishib, mushtlashib ketishibdi. Odilxonga kimlardir mushlar zarbalar berib tashlabdi deb Odilxon murojaat qilib chiqqandi xalqqa. Ammo To'xtar ham videolar bilan chiqdi va ushbu videoda biz ko'rib turibmizki, что To'xtar o'zi Odilxonga shapaloq bergan. Я скажу так, Адильхон получил шапал от меня, один единственный, больше я ему ничего не делал. И он знает, за что он получил, потому что я его еще и предупреждал. Если я тебя увижу, не подходи ко мне, потому что ты получишь шапку, потому что я вспомню. Все то, что ты делал целый год, какие видео монтировал, что публиковал, задевал, переходил на личное, это все я вспомню, если тебя в близком расстоянии увижу. Я его предупреждал, но нет, на видео видно, как Камиль подошел, за ним Адильхон сам подошел ко мне, конфликт начался, и никакой толпы рядом со мной не было. Я ему прописал один шапл и все. Потом начался конфликт, охрана подбежала, потому что она рядом не была, она успела, подбежала, его разнимали, нас разнимали, его охраняли охранники. То есть не было никакой толпы, не было никакого там казахи, узбеки, там не было национальства, что его никто толпой не избивал здесь. Он чистый ушел оттуда, он даже не упал на землю. Один шапал и все. Этого было достаточно, чтобы он разжигал межнациональную рознь. Толпа не было. Ну, во-первых, я сам пришел, потом Адильхон пришел. Там уже они вдвоем решали, и я в середине был. Втроем чисто. Всем ассаламу алейкум. Давайте жить в мире добра, дружбы. Да, bu yerda do'stlar, albatta qozoq millati, o'zbek millati hech qanaqadir janjal bo'layotgani yo'q. Bu yerda imенно Odilxon va To'xtarning o'rtasidagi janjal asosan. No 50 qanaqadir hype desak ham menimcha bo'laveradi. Jangdan oldin juda ham chiroyli hype bo'lmoqda. Bu janjal haqiqiy bo'ladimi, nohaqiqiy bo'ladimi, uyushtirilgan bo'ladimi, farqi yo'q, lekin jangdan oldin haqiqatda biz hype ko'rmoqdamiz va bu jangni ko'rish mana bu konfliktlardan keyin albatta Conor va Habibning jangidan ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. No, bir tarafdan do'stlar, albatta Odilxon To'xtarga nisbatan juda ham ko'p murojaatlar qildi, juda ham ko'p har xil gap so'zlar bo'ldi. O'shandan keyin ham mana shunaqa balkim janjalga olib kelgan. Ya'ni bu yerda do'stlar qaysidir umuman olganda millatni aralashtirish noto'g'ri, lekin mehmonga bunaqa muomala albatta sal nima deydi, yaxshi emas. Qilib aytganda, ichida meni fikrim va kechagi fikrimni aytganimdek, albatta Odilxon bu konfliktga oktagonni ichida nuqta qo'yish kerak deb o'ylayman do'stlar. Bu jang bo'lish kerak, 3-jang. Va bu konfliktga nuqta qo'yish kerak, katta semizgina nuqta. Odilxon yutsa, все, boshqa turologiya, chetvologiya tam 4-jang bo'lishi mumkin emas. Yoki To'xtar yutadigan bo'lsa. Bu hammasini oktagonni ichida do'stlar sport orqali hal qilish kerak. O'shandagina albatta qiziqarli bo'ladi va men o'ylayman, o'zi shunga sekin-astalik bilan ketyapmiz. No, bu konfliktlarga do'stlar albatta oktagonni o'sha boshlovchisi ham qo'shilgan, Sulton 10 million so'mga ega bo'lmoqchimiz. Kommentariyalarga havolaga o'tamiz Telegramga va Telegram orqali Ayubxon promokodini kirgizib 10 million so'mga ega bo'lamiz. Hammaga omad, chunki omaddan boshqa hech narsa yordam bermaydi. Прекратить дезинформировать аудиторию свою, наших болельщиков Октагон, и наконец-то сказать правду, потому что у нас есть все доказательства. И я призываю Адильхона к здравому смыслу и призываю к тому, чтобы он вышел в прямой эфир и рассказал всю правду на самом деле, как это было, потому что есть видеофиксация всего момента от начала до конца. А всем узбекским болельщикам, которые понимают все, как на самом деле, и что к чему, большое вам уважение, респект, и мы обязательно скоро вернемся. Shuningdek do'stlar, Nursulton Ro'ziboyev ham ushbu konfliktga aralashishga majbur bo'ldi. Ya'ni murojaat qilib chiqdi o'z Instagram sahifasida. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamay.
O'zbekistonda adashmasam ko'pgina MMA turnirlari bo'lgan yoki kickboks turnirlari, boks turnirlari, boshqa davlatlardan boyeslar, sportsmenlar ko'p kelgan, bilasizlar. Lekin hech kim O'zbekistondan norozi bo'lib ketmagan. Sportsmenlar doim hurmatini joyiga qo'yilgan, yaxshi kutib, yaxshi chiroyli qilib jo'natilgan. Hozir biz O'zbekistonliklar chetga chiqsa ko'pi qandadir sal shunaqa problemalarga uchrab keladi. Shu boyeslar urushib kelsa ko'pchilik qo'shiladi yoki qanaqadir bilmayman nima bo'ladi. Shunga tushunmay qoldim. Hozir bir ikkita video ko'rib qoldim. Bizni O'zbekiston boyeslarini chetga olib chiqib turgan представительlar sal e'tiborliroq bo'linglar. Hozir e'tibor bermayapsizlar uncha. Nima bo'lsa boyeslarni o'zi hal qilyapti. Ertaga sizlar shuni tashlab qo'ysanglar, boyeslar qattiq gapirib qo'ysa, ikkita davlat o'rtasida o'zgina nizo kelib chiqadi. Hozir sizlar indamayapsizlar, parvo qilmayapsizlar. Ishimiz to'xtab qoladi, boyesimiz yo'q deb. Sal qaranglar shunga. Tushunib olmaydigan ishlar bo'lyapti. Hozir endi ko'pchilik o'zimizni yaqinlar, akalar, olib boradiganlar ham boshqalar, lekin sal e'tiborliroq bo'lish kerak. Hozir achchiq ustida hozir bir ikkita qattiq gap gapirib qo'ysa, o'zimni ham boshimdan o'tgan bilasizlar. Bu ishlar osonlik bilan bitishi qiyin bo'ladi. Keyin ko'pchilik aralashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sal hamma yoqda issig'ida to'g'ri chiroyli qilib yechgan yaxshi menimcha. Nursultonning gaplaridan tushundikki, shu bunaqangi janjallar tezda to'xtashi kerak, qanaqadir jiddiy muammolarga olib kelmasligi oldindan deb shunaqa fikr bildirdi. Chunki Nursultonda ham bir paytlar albatta bunaqa muammolar bo'lgan, o'zi aytib o'tgandek, adashmasam Qirg'izistonda bo'lgan bunaqa muammolar va albatta bunaqangi millatni uyg'otadigan, qanaqadir g'ashiga tegadigan narsalar albatta bo'lmasligi kerak va bu hammasi do'stlar o'ylaymizki, oktagonning ichida jang sifatida tugaydi. Shuningdek ko'pchilik kommentariyada yozibdi, Odilxon onasidan ketdi yoki boshqa deb. Albatta endi qizishganda, albatta asab o'ynaganda ikkalasi bir-biridan onasidan ketib qo'yishibdi-da, ikkalasini ham so'kinganini eshitsak bo'ladi. O'ylaymizki, bu janjal aynan mana shunaqa so'kinish va mana shunday janjalligicha qoladi va umuman olganda o'zi to'g'risi bitta podkast uyushtirib yuborish kerak bularning o'rtasida. O'sha Sulton oktagonni boshlovchisi bitta podkast uyushtirib, chiroyli qilib gaplashtirib, o'sha podkastda urishib, yana hozir podkast bo'lsa juda ham boshqacha bo'ladi deb o'ylaymiz. Qiziqarli va jangdan oldin bitta press konferensiya qilib, o'sha jangni sekin boshlab yorsak, mana bu may oyida zo'r bo'lardi. To'xtar xuddi rostdan bu jangdan qochayotganga o'xshayapti. Balkim qochishni bas qilarimizda va oktagonga Odilxon bilan chiqarmiz. Va biz albatta Odilxonga balet qilamiz do'stlar. Chunki Odilxon faqatgina To'xtarga yaxshi jang bera oladi. Shuni unutmanglar. Da u qanaqadir neto urushar, bir yoqmas sizlarga urushlari, jang olib borishi, lekin imonni To'xtarga Odilxon faqatgina qiyin jang bergan, agar ko'rgan bo'lsanglar. Menda shunaqa fikrlar do'stlar, o'ylaymanki yoqdi. Yoqqan bo'lsa fikringizni kommentariyada yozinglar do'stlar. Qanaqa qilib bu konfliktni tugatish kerak? Men fikrimdaqa bo'lsa yaxshimi yoki o'zingizlarda alternativ fikringlar bormi?